farzandini yolg'iz o'zi katta qilayotgan ayollar hozirgi kunda davr qahramoni. Ba'zan ro'zg'orni yukini erkak ayol bo'lib ham tortishga qiynalgan paytda ba'zi ayollar mana shu ro'zg'or aravasini bitta o'zi sudrashga majbur. Bolani katta qiladi, tarbiya qiladi, bog'chasi, maktabi, kiyinishi, yeb ichishi, to'lovlar, uy, ro'zg'or, bu bilasizmi qanaqa yuk ayol kishi uchun. Lekin ular nolimaydi. Ular nolish tugul kasal bo'lishga ham haqqi yo'q, chunki bolalari borda, mana bu qora ko'zlar bor, ularga umid bilan qarab turadigan. Ularni qoralash kerak emas, ularga imkon bo'lsa yordam berish kerak, ularni qo'llash kerak, chunki ular yolg'iz o'zi farzand katta qilyapti. Yolg'iz ayol kuchsiz ayol emas. Yolg'iz ayol qahramon ayol. Azizlarim, yanada ko'proq, kengroq ma'lumot olish uchun Telegram kanalimga obuna bo'ling. Shapka profilga havola qo'yib qo'ydim.